Oya, bozorga bergan pulni so'qatib qo'ydim. Mayli, vaziyat berilyapti, yashab berishim kerak. Oya, qimmat vazn sindirib qo'ydim. Mayli, vaziyat berilyapti, yashab berishim kerak. Topiladi. Rahmat. Oya, telefoningizni ikkinchi telefon tushirib yubordim. Sinib bo'lgandi, olib o'tgan. Vaziyat kelyapti, yashab berishim kerak. Rahmat oya. Nega qanchaga yashab beraman? Qo'limda ketdi. Yashab beraman, botasini beraman. Qanchaga yashab beraman? Vaziyat kelyapti. Yashab berishingiz kerak. Eskisi ketmaydi, yangisi kelmaydi. Psixoterapevt opa, hayotingizga vaziyatlar 10 barobar ko'pda keladi, faqat yashab berishingiz kerak dedingiz. Siz aytganda yashab beribman, lekin tugamayapti-ku. Ha, umuman nerv qilganim yo'q. Xuddi siz aytganda spokойно o'tkazyapman. Tugaydimi, yo'qmi? Ona, buni quvvattilar, ko'tardim. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Sizmisiz? Ha, nima deysiz? Ha, kecha gaplashdik siz bilan, aya. Uydagilar yaxshimi, charchamayapsizmi? Ha, bu telefon kirib ketdi-da, nimaga? Har kuni aytaman. O'g'lingizga telefon qilib onadan xabar ong deb. Ha, nima deysiz, aya? Nima ishlardan ortolmaydi-da? Yo, aya, men o'g'lingizga aytayapman. Har kuni telefon qilib turing deyman. Nima qilmayaptimi? Ko'rdingizmi, mana men har doim aytaman, bir borib keling, xabar olib keling onadan deyman. Lekin ishdan ortolmaydi-da. Nima deysiz? Kelish dedim-ku. Aya, men ham sizga xitar qo'raman. Yo'q, dedim senga. Nima qilding sen boya? Ha? Mehmon. Otash vobshe gapirmasang bo'ladi. 2-3 marta kalla berib ko'rishdim, radni o'ylab qolibsiz. Sardor vobshe 6 oydan beri tinmay qarz so'raydi. Og'aynishiman bunga men. O'chir. Jigar, O'chir. xos qo'raver jigar, xos. Men seni shu niyatda katta qilolmadim-a? Nima qildim? G'iybat qilish qanaqa gunohligini bilasanmi? Uyat senga bor-ku. Yana to'yda dasturxonda qilib stol bezatgan, bilmayman qancha pulga tushgan ular. Dachani ko'rsang, vashi Amrolixonning saroyidan ham bor-ku, bir katta dachada. Endi bizga orzu uyoqlar. U yer xotin blogerlarmi? To'yidan keyin shunaqa bir bachkana qiliqlar qilyapti. Nima qilyapsan tepamda? G'iybat haydonman. Qanaqa g'iybat emas, bu suhbat bor tepamda turma, aql chiqib. Javoh, yaxshi o'tiribsanmi? Qara, senga shokoladlar olib keldim mana. Yemayman, oya. Bunisini-chi? Yemayman deyapman, o. Ne uchga bo'ldi? Dadang ham bor? Meniki gunday qarama, bermayman baribir. Ma, bo'pti. Rahmat. Dadang baribir shokolad yomon ko'radi-ku, ha?